Qizlar, dars zo'r bo'ldi-a? Ayniqsa tarix darsida uxlab qolay dedim o'ziyam. Qo'ysang-chi. Matematikani o'lg'uday yomon ko'raman. Undan ko'ra jismoniy tarbiyani ko'proq soatga qo'ysa qaniydi? Shaftolixon, siz juda ham yoqimtoysiz, bilasizmi? Sizni ko'rsam hayajonlanib ketaman. Anavi nok Shaftolixonga gap otyaptimi? Hozir adabini berib qo'yaman. Qo'y, sen nima qilyapsan? Ko'rmayapsanmi, seni yoqtirmayapti-ku. Tez tuyog'ingni shiqqilatchi bu yerdan. Rahmat, kattakon. O'zi qanaqib qutulsam ekan deb turgandim. Siz juda ham jasur ekansiz. Hech qisi yo'q. Bundan keyin bunaqangi yigitlardan ehtiyot bo'ling. Qarshi bo'lmasangiz, uyingizga kuzatib qo'ysam nima deysiz? Shaftolixon, bizga yangi do'sting haqida gapirib ber. Menimcha, u seni yoqtirib qolgan. U juda ham yaxshi yigit. Biz shunchaki do'stmiz xolos. Shaftoli, sen anavi yoqimtoy qizni yaxshi ko'rib qolgan tuyulasan. Qo'ysangchi nimalar deyapsan? Biz faqatgina do'stmiz. U juda ham aqlli qiz. Birga uy vazifalarini bajaramiz. Xayr, yaxshi qol Shaftolixon. Voy, hamyoni qolib ketibdi-ku. Ertaga berib qo'yaman. Qiziq. Bu menimcha uning oilasi bo'lsa kerak. Singlisi ham bor ekanda. Bu hamyon Shaftolixonning qo'liga qayerdan tushdi ekan? Axir bu